Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz do'stlar, aziz O'zbek TV'ni ko'ruvchilar, inshaalloh sog' omon bo'lsalaringiz, xush keldilaringiz. Bizning bo'lgan video tag'imizga O'zbek TV'ni kanali tomonidan. Mana bugun biz Sassiqko'l qishlog'igamiz. Sassiqko'l ham dedi-yu, Saksanko'l ham dedi. Bir katta qishloq, Tashtiqal'a tumani Taxir viloyatining marbutiga bo'ladi. Keldikki bir barnoma bu mintaqadan sizlarga olsak. Ko'p sodda qishloq, o'zbek mardlar birga yashaydi, dehqonkor mardum, yaxshi tabiati bor. Falanki bu ko'chaga biz boryapmiz. Avvaldan suv o'tadi, daraxtlar ham jashil bo'pti, tut daraxt, chinor daraxt. Mashallah bu ko'chada ko'p bir yaxshi nima beribdi. Biz bo'lingizlar, boramiz, chakarlaymiz, mardum bilan gapiramiz, sizlarga bir yaxshi barnoma olamiz. Ko'ramiz qana o'zbek mardlar bu mintaqalarga qay raqam yashaydilar. Mening nazarimda u mana shu faslga odam bo'yad bir pera chakar bu mintaqalarga kelsa. Har vaqt toplaringiz hatman Taxir viloyatiga safar qilaringiz, Tashtiqal'a tumaniga kelingizlar, qishloqlarni ko'ringizlar. O'z mardimizga oshno bo'lingizlar, farhanglari bilan oshno bo'lingizlar. Ham xo'sh bo'lasizlaringiz va ham bir desani o'rganasizlar. Hojibuva qandays? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Juda tashakkur. Bir nafarda hojibuva deyman, oroz uradi. O'tiring. Men qarjiga boraman shu killa musafirlar, masalan, bir nafar kelsin, bular musafir bo'lgan joq. Bular musafir bo'lgan joq. Meni hojibuva deyman, birgina mijozlari qaytadi. Quvali bo'lsin. Va xayr bo'lsin. Xayrlar. Otingiz nima edi? Otim Bozorboy. Bozorboy. Bir vaqt bir joyga ko'rib edik ikkomiz. Ismdan chiqib qiya ko'ribmiz. Şey ko'rganmizmi? Shoyat. Biroq maydavachdan bog'lar ko'p chakarga kechidim men. Darasa. Do'kon o'zingizmi? Ha. Ishlar yaxshimi? Ko'p yaxshi. Sobiqdan borsizmi yoki yangi do'kon jo'rabsizmi? Odamlar sobiqalar xo'jayin deydi. Sobiqa nafarlarda. Ay xo'jayin sen desam. Biran 7-8 do'kon. Ey xay, yo'q, uni xo'jayin sobiqa emas xay. Merhaba, marhaba. Salomat bo'ling, siz o'tiring. Men shu do'koningizni bir kuni qani nimasi bor? Yo, choy degan. O'zingiz ham choysiz bizga, ham kabob, ham palov. Qaynoq palov bor, U 7 yil bo'ladi dedingiz do'kon jo'labman. 7-8 yil. Sobiqa nima chiqish edingiz? Sobiqa dehqonchilik edi. Dehqonchilik. Bu mintaqalarga dehqonchilik nima bo'ladi yaxshi kuch bersa? Qishmasanmi? Zahmat tarsa beradi, zahmat tarmasangiz eshitma. Har narsaga zahmat tartimiz beradi. Zahmat tarmasangiz eshitma bermaydi. Yo'q, hali ba'zi mintaqalarimiz boramiz, sholi bo'ladi. Bergan bo'laman. Ha, bergan sholi. Bir mintaqaga nask bo'ladi, mana rusoq bo'lsangiz, g'ayri naskdan bilak ishton bo'lmaydi, sholi bo'lmaydi. Bela sholi beradi. Sholi bilaman. Sholi qilsa sholi beradi. Yaxshi sholisi bor albatta. Albatta, yaxshi sholisi bor. Men sholi qilganman. Ha, qanday dehqon ko'radingiz siz? Ha, u vaqtda sholi yo'q edi. Yangidan chiqdi sholi. Xo'p, rosti bir narsa aytag'an ham shu mardim xo'ja bo'lgandan keyin men so'rayman, aytadilarki, sobiqa deydi biz bilmaychilik shu gaplarda. Ha, yo'q edi sholi. Shol paxta qilishdik deydi. Mardim nima uchun? Paxta qilar edi. Nima uchun sholi qilmoqchi edi? Bilmaychilarman. Bilmasam, men bilmadim. Maqsad sholi qilmasa edi. Suv ham yo'q edi, sholi ham yo'q edi. Ha, suv sobiq ko'p edi, hali suv yo'q. Xo'p, Xudoman sizga umr uzoq bersin. Hammamizga sizga ham bersin. Tashakkur bizga. Bizga duo qiling. Duo azor dapat. Ha, men shu javonlarni ko'raman, aytaman, faqat menga duosiz musafir emassiz men lazim. Men qilmasam, avtomatik. Xudoman sizga umr uzoq bersin. Tashakkur. Amridajon bizga. Menga bersa. Biz bir chakaramiz qishloqlarga. Ko'p yaxshi. Baxayr bo'ling siz. Xayr ko'ring. Choy beraman. Baxayr bo'ling. Aka yaxshi bo'lsin. Shukr deb Yoningiz yo'rma. Baxayr bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Otingiz nimada? Abdulmutalibdan. Abdulmutalib shu qishloqdansiz. Bali Sayban. Bu mintaqani nima deydi? Bu mintaqani Ulusvoli Dashtqal'a Qariyay Sassiqko'l deydi. Sassiqko'l deydi. Sassiqko'l deydi ham. Birata 8 ko'l deymi yo 80 ko'l deymi shu raqam
Sasak. Bilmayman, masalan shu biz endi mana endi eshitganimiz sobiqdan Sassiqko'l deydi. Sassiqko'l. Taskiraga ham Sassiqko'l. Taskiraga ham Sassiqko'l. Nima uchun Sassiqko'l dedim? Bola biz mana jangali qarib, mana bu bax baland, baxi past. Endi mana shu chalchiq sasib tevaga boradi, shuning uchun kirdi albatta. Ya'ni chirxi bor, Chirxi bor. raqam mis qiladi Tobistonni. Endi biron isi kelib uni Sassiqko'l qo'ygan. Shuning uchun qo'ygan. Ayya. Qaysi sobiqa albatta nufus kam edi, shu har kim kelib tunda zindalik qilibdi, shu isini ko'rib shuning uchun nomini qo'yibdilar, ketibdilar. Ayya. U vaqa o'sha bova kalonlarimiz sherga o'ltigan ekan, qablan buchxona ekan. Ali buchxonasi Ali bilganki 200 xona. 200 xona, 2 masjid bo'lgan. Masjidi Jomi Sassiqko'l. Ana birodar bir masjidi Sag'ra masjid deydi. Bu bexi degan shu bir vaqa men yod beramizki Betser birinchi nimaga yo to'yga yo xayr sharga Betser birinchi edi. Al hozir 50 ser birinchi solamiz tab bilmaydi. Masraf ko'payibdi, nufus ko'payibdi. Mardimi nima ish qiladi ko'pdan? Mardimi mana shu dehqonchilik, korigarlik, vaqt bandarga, vaqt mana shu jangalga baxir lo'xol keladi mana shuning uchun. Xo'p, mening bozorga bir kasbikor ish. Basiniki ham bor aya. Shar qaribroqni? Ha, shar qarib 1.20 daqiqa yo'l bormi? biron yarim soatlik yo'l bor piyodaga. Piyoda. Piyodaga. Qay mo'targa kamroq ekan. Aya, mo'targa kamroq. Lekin masjiddan maktab qayerga boradi bachchalar? Maktabidan biron taqriban 15 yil taqriban 15 yil biladiki, ana shu Chavganni masjid nimada? Maktab. Ana Chavganni urilgan, uni sari bor, ne bari bor. Maktab bormi? Maktab bor. Nomi bor, ta'miri yo'q. Bachchalarimiz boradi. Ana shu Chavganni tagiga tarpol tortilgan. Ana tagiga bir iftiq parcha taylagan. Hech kim dodiga hech kim yetishmaydi. Shunda dars o'qiydi. Ya'ni Tobiston issiqam shunda o'qiylar. Aynan Tobiston issiqam shunga nima qiladi. Buni bitta aymaydiki, vala bergan Sassiqko'lga o'zi ham 200 xona ardaqal yine beri 200 xona. Ina vaqa ana u ko'ringan Ojigulli voydan vergan 2 nimani keladi. 2 masjid vaqtdan keladi. Yana bir masjid degan necha masjidning maxluqi o'sherga o'qiydi. Ko'p katta lekin ham mantiqasi katta ekan. Bu yer bir maktab, klinik, bu neslari bo'lsa, klinik xo'jalik. Maktab, bu klinik, bu gaplar aslan. Aytingiz, bandarga borib ishlaysiz. Bandarga nima ish qiladi? Madanmi yo qaysi? Bandarga juvoliganlikda. Endi misolki Tojikistondan keladi simit Afg'onistonga o'tadi. Yine baxtan yine Afg'onistonimizni budjeti zaif, fikr qilaman, ijtimoiy yo'q. Ana shu biron mana shu yilga bir qala kelibdi. Bir qalam 2 qala shu simit o'tdi, Allohu akbar xolos. To'jo. Simit guftingiz juvolikanchilik qiladi, endi qasa ortida olib keladi faqat. Shunga o'tkazadi ro'zg'orni. Dehqonlik mening gaplar ham bormi bu yerda? Dehqonchilik ham bor. Xudoga shukr. Bachalarimiz Turkiyaga, Eronga, ko'rmaysiz nomi xudo ta'mirlarda. Lafi jabdan. Ranglar jurib turmadimi? Mana ustozi qan nomi xudo, Sherbachat nomi xudo, Sherbachay Risoq nomi xudo, mashallah. Mana Jumaboy deymiz nomi xudo. Ta'mirini ham ranglabdilar. Ta'mirini rangladi, mashallah. Shoatamki shu 200 xonaga shoatam Jumaboycha ini o'toqlari rangmor degan demas. Xo'p, har kimniki bor qiladi. Ha? Xudovand inshaalloh hammaga bersinki, ranglasinlar. O'zingiz qay raqam? Meni o'zim nomi xudo endi sobiq bir ta'mir taylagan edim, mana shu yerga sobiq taylagan edim. Paxsasi albatta 2 metr bor. Laba? Paxsasi 2 metr bor. Sobiqa shunday. Shuni sobiqa taylagan mana shu yerga turgandan. Bu sizni uyingiz bir raqam ekan, telefonda. Ayzimda biling, tashakkur. Salomat bo'ling. Mashallah. Baxay bo'ling. Bir aytganlik bo'lsa, payon bo'lsa, xizmatkor. Zimda biling. Salomat bo'lsin.
Orom bo'lsin, quvali bo'lsin. Javonlik degan, biz hali javon sizni quvamiz ketingizdan ishlar bilmas. Yerda sizlar bundan keyin bizlarda berasiz. Yo'q, hali men gapda aytaman. Siz ku musafirsiz, biz javonmiz. Endi javonni hali bemaza, sizni qayerdan quvib keldi kecha gillalmadim. Men aytdim, "Alloh vaqtda ko'p jiradi ekan. Men buvam bir aytdi, faloni buvangdan jiradi" dedi. Ular ham tez jiradi yo'lga. Men ku asta yurayman. Hali oyog'i ikkala oyog'i qo'ygan. Sanon qat'iy olmayman. Necha yosh bor siz? 72 keldi. 22, maşallah. Qaysin xeyli bo'lib boribdi-kan, ha? Bir izga kirsangiz, shu raqam bo'lsa odam tayt jirsa, Men shu ikki yoqdan normal. Boshqa irakdan Iroqdan taytsiz. Xurdan 3 barobar deng. Xirdan 3 barobar, fushor bormang. Fishar bording. Ay, shu fushori joman. Fishar bording. Fushor, shakar mana shu narsalarki bo'lmasa, Yo'q, shakar yo'q. shakar yo'q, men shukr. Yo'q, shu fishar bor. Nega? To'g'ri 170, 180 gacha bor. Xo'p bilandi ekan, hay. Ya'ni parhez qilmasangiz, Xudoyni xohlasa, zaniq qilar baxshingizga. Arada men 5 qayta amaliyot berdim. 5 qayta amaliyot berdim, bir qayta shu beshkani jadan yiqilib ham bir bo'libda qoldim-da. Qayerdan? Shu beshkani jardan. Beshkan jaridan? Aya. O'g'jara. Aya, cho'q jarma nima deydi? Ikkita jar bor. Ko'p baland jar ekan. Shu tevasi faqat shu so'ydi ichida mana shunday kelib, mana shunday kanka burilish ekan bo'sha, shuni tevasidan shu bir chimalik yo'li bor ekan. Shu yo'ldan madim ketar ekan. Kecha biz agarki bilasizlar bilmaysiz, cho'rovlarga tayyorlagan napat tushirdi. Yo'q, biz ular yod bermiz. Napat tushirib, tamom bu bandalarni olib, o'shanga unga shu sobiqa mujohidlar aya shikasi titi para berib ketdi deng. Xo'sh, shu jabaga jirganga siz u yerdan jumalabsiz qay. Aya, imoni ketganman deb bilmayman deng. Soat dunyoda o'tgan. Mana shu akamiz Beshkandan. Ha. Shu aytgan Beshkaningizdan mana shularni qishloqlardan tushib ketibsiz. Hali u yerdan tovon olsak. Ha. Ana chera meni bunga otga minizdir bir tog'amiz bor. Mesela Abduqodir Rais Qodir bor, uchun atasi. Shu otga edi, shu undaki inkayi otni meni shu jadichiga olib borgan u. Sherga undaki orqasiga ko'tartirib, undaki otga olib borib qo'yib bo'dinga. O'sha bir xola bachamni Andor askarisi bor edi, o'sha yor buva der edi. O'shan joyga olib borishdi. Olib borishga undaki sherga 3 kun turdik. Şey Xudo barakat bersa, o'sha yorlarni bir kamprachasi bor ekan. Shu menga ko'p xizmat qildi. Ko'p xizmat qildi. Xudo xayr bersin. Ha, marda ko'p xizmat qildi. Imxonay şey nima qilib, shirog'an qilib olib keldi. Shu avvalda pay shu sahar cho'ydi vaqti shu o'sha yor bor. Keladi. Ayta Abdurashakda terkiling dedi, mana da go'sht paloq qilib keldim dedi. Bunga gara Rahmat og'am aytib, bu go'sht paloq yo'ladim dedi. Bunga dedi, avval dedi, bir ol keling dedi, cho'l keling dedi, bugun qandoq qilib ichirang dedi. Men ol kelay, shu qandoq qilib yog'latib ichirishdi. Shu ikki qurtumki olim badana yarmi olib ko'tardi. Sap qon ketgan ekan. Qon ketgan ekan. Shu ekan bana ko'tar qilib olib borishi shu memxonamni shuni supasi baland ekan, shu kalamni enkaytirishdi. Deyman shu laxta qon keladi. Shu qon ki irakdan jori berlar, bizning ko'zimda amro'shan berlar. Siz bilmasangiz O jotadi ne? Shu ko'zlarimni damini qon olgan ekanda. Kalla ko'zlar qatini qap-qara deyaverganlar. Mana shu kallamni, mana shu peshonamni, mana shu yerga panjamni shuni chiqaraman, shu po'sti taglab, mana shu bo'g'im kiradi. Shu bo'g'im ancha kiradi. Kallamni qarang. Mana menga o'tirib ketgan edi. Mana bu. Sobiq shu doktor ham bo'lmasa, oyisi bilarlar ekanki, nima bersa u bo'lmasa qalbni. Mana qarangki, mana chaxi ilgari kelgan, vaqt joyiga. Men ko'rgan nafar bu Uylab derdi. Yo'q, quloqim bilan yeshitdi. Quloqim bilan eshitmay. Zoya bo'ldi dedimi? Necha yosh bor edingiz?
O'shanga bor edim bir 45 larga bor edim. 45larga. Ha, ayni vaqt Ha, bu bo'z balaliq ekan, baquvvalliq. Hali nechagasiz? Hal jelmish. Hali nom xudo ba'zi yillikka kirgan soqalar oppoq bo'lib qopti, sizniki hali 1 yillik yasharga. Ha, ilgaroq aytdi, jidakdan tozaman dedi. Jidagi bor. Men bir shu uyga Xunjiga ramaysiz. yo. Nasirdinni otasizmi? Yo, avasi bilaman. Kokosi? Ha. Ko'rdingiz, qarib tonib edim, ha? Yo, Kecha. Beshkanga men vositaga bo'lganman. Necha yil jirdingiz? Ha? Necha yil jirdingiz Jabalaga? Men Jabaga 3 yil yurdim. 3 yil. 3 yil yurdim. 7 yil mana shu ukam yurdi, Nasriddin atasi. Ana bir yil o'sha katakam yurdi, Ne'matulloning atasi. Otasi. Men o'sha 3 yil yurdim. 3 yilga avval obirgasi nimasga edim. Yo'q, unga qo'shildim. U suquteda unaga vega nobel qoldim. U suqutaganlarga keyin bu Mo'mratan ola, Mo'mratanga qo'shildim. Mo'mratan ham suqutada keyin nimaga Umrsamatga. Bir yil Umrsamatga yurdik. Bu Umrsamat ham suquteda. Ha, maydon qoldingiz. Ha, bu ham suquteda unaga undi maydon nobel qoldi, unaga undi fasadaga qo'shildik. Bunga qo'shildim, bunga bir 6 oy birga yurdik. Shu nimaga og'in fasadaga qo'shilgan, undan keyin shu pechkani tevasiga borib, shu kulla do'ng bor ekan. O shu kulla do'ngni, yamasa shundoq ketichiga bir dara ekan. Aferin. Shu darani ichiga mana to'rtta qonurov ana shu yerga yotgan edik. Sobiqa ma'lumlar ko'p kunlarda o'tkazgan. Hali yaxshi emasman, oromchilik. Hali ko'p shukur tursak biz javonlar. Ko'p shukur o'naqtiq. Bu sajda shukurda har ertan peshin oqshom biz joy qilsakki, bu sobiqaning qissasini qila beradi. Agar u raqam bo'lsa-dik, darbadar edik. Kecha orom uyimizga yotolmas edi. Ana vaqtdan keldi, yo vaqtdan keldi. Yo vaqtdan keldi, yo vaqtdan keldi. Hali kecha kunduzdan gapjo. Hali kechaga har aqida tagali azobmiz. Shukur, azor bu shukur. Bunga ko'p shukur o'naqsak. Xayr ko'ring. Ana men darbim mana shu. Mana shu daroza. Mana chek qilib oldim, inshaalloh kelaman son. Ana bir cho'laylik. Xayr ko'ring, salomat bo'ling. Mana shuni bir chakalak, bir chiqidagi chiqidlar. Ukam qandaysan? Yaxshiman. Joning jo'rma? Ayang. Oting nimada? Mening otim Firdavs. Firdavsjon, qaysi qishloqdansan? Saskilgan. Sassiqko'ldan. Aya. Maktab o'qiysan? Aya. Nima, qaysi sinfgasan? Necham sinfda? Sinfsi. Sinfda qaysi maktabga o'qiysan? Maktablarning qarimi yo'q. Saraglavga. Qancha uzoq bor berdan? Qaribgina dey. Qaribgina 10 daqiqa yo'l bormi? Aya. Piyoda. Yo boysikliga borasanmi? Boskil yo'q. Boskil Yo'lda yo'q. boramiz. Piyoda borasan. Aya. Darsga taklab borsami? Aya. Hay nomi xudo. Chandimsan? Sevim. Sevim. Aya. Hay nomi xudo, mendan ko'ra yaxshisan ekan. Ha? Firdavsxon, katta bo'lding, baxay nima bo'lasan o'yinda? Yeni maktabni xalos qilsang, pantuni o'qisang, nima bo'lasan? Ma'lum. Ma'lum, ay nomi xudo. Mana ko'p nafar kam aytadi ma'lumman deb. Fikrlaring bor bachalar? Ya'ni ma'lumki bor, rais jumhuri jo'lidi, doktorni jo'lidi. Hali bir nafarni so'rasak nima aytadi? Yo injener bo'laman, yo doktor. Asli sen qilasan ekan. Hozir men o'limda kelaman, sen oldiga qo'ymaysan, o'qisan, ho? Ha. Bildingmi? Ay, xayr ko'rgan. Qo'lingga. Aferin.
Aziz do'stlar, aziz Yuzbek TV'ni ko'ruvchilar, inshaalloh barnomani oxiriga qadar ko'rgan bo'lsangiz, xushlaringiz kelgan bo'lsa, mana keldik bu qishloqqa, mardi bilan gaplashdik, chakarladik, tasvir oldik ko'pi. Biz faqat tabiatdan tasvir oldik, qishloqda ko'chalardan tasvir oldik. Sizlar ko'ringizlar va lezzat olib ketingizlar. Agar bu raqam barnomalardan xushlaringiz keladi, bizni kanalimizni subscribe qilingizlar, zangalomani uringizlar. Inshaalloh yaxshi barnomalar Yuzbek madaniyat qishloqlaridan sizlarga tuzatamiz. Tag'in barnomaga hammalaringizni Alloh poka topshiraman. Sog' va omon qolingizlar.